Suvni zo'rg'a yutar edim. Hatto so'ligim ham o'tish qiyin bo'lar edi. Hozir mana 3 kungadan beri alhamdulillah shular sabab ovqat yeyapman. Qornim to'yyapti. Qizil o'ngachda. Qizil o'ngach bo'ynida saraton. Saratonmish. Men yutinolmas edimda. Yutish azob edi. Ovqat maza qilib yeyish men uchun bir nima edi, orzu edi. Xudoga shukr mana bor og'riqlari, lekin kamaygan, o'zgarish bor. Yeyapman-da ovqat alhamdulillah. Yo'q, ximiya olmaganman. Mana shu yerda singlim bilar ekan. Meni opa dedi, ximiya olma, yaramaysan dedi. Shularga olib boraman. Mana shu giyohlarni ichyapman, damlamalarni. Aniq natija olyapsiz, xudo xolasa sezyapsiz. Sezyapman-da, mana og'riqlar kamaydi. Ovqatlar yeyishim yaxshi. Iloyim, shu o'yinga rozi bo'lsin. Endi Alloh rozi bo'lsin shulardan. Alloh endi shular sababchi qilib menga shundan shifo topish nasib qilgan ekan. qanchada tekshirtirasiz endi buni? Endi o'sha men har kuni so'rayman bulardan, menga qachon javob berasizlar? Opa, endi plus tomonga o'zgaryapsiz. Sabr to'xtatib qo'ymang, to'xtatib qo'ymang. Sabr deyishyapti, sabr qilib o'tiribman. Endi o'sha ximikat olib, misol ximiya olib, organizmingizga yomon bir ta'sir ko'rsatgandan ozgina sabr qilib, giyohlar ichib davolanganingiz yaxshiroqda. Plus tomonga yurayotgan bo'lsangiz, xudo xolasa 2 marta plus bo'ladi, faqat kecha sabr qilasiz. Sabr ekan, shu endi bu kasallik bilan kurashyapmiz, shukr. Borlarga shukr shularni. Hamshiralarimiz yaxshi qaryaptimi? Bularda gap yo'q. So'kmayaptimi? Hech Yo'q, qilmayapti. bular nihoyatda haligi shunaqa shirin so'z, bular shunaqa nima rozimiz, hammalarimiz rozimiz. Xuddi haligi eng yaqin opalaridek muomala qilishadi. Ajoyib haligi to'g'risi kasalligimizdan esimizdan chiqib ketadi bular muomalalariga qarab. Iloyim. Oshxonalari juda ham go'zal, rahmat, Alloh rozi bo'lsin hammalari. Ovqatlari yaxshi. Men masalan ovqat yeyishga qiynalaman desam, bir og'iz gapim, opa men desam, hatto cho'pir qilib berishadi mani ovqatimni. Shu yesiz bo'ldi deyishadi. Shukr, cho'pirsiz ovqat yeyapman. Noziguldan qo'rqib gapirmayapsizmi? Yo'q, Rostini gapiring-da. menga hech kim o'rgatganlari yo'q. Iloyim rost bo'lsin. Ichimdan gapiryapman men. Nozigul bilan mana endi gaplashyapman bunaqa to'g'risida. Samimiylikda gap katta-da. Endi haligi bir o'rgatib qo'ygan bu syomkadan oldin deb o'ylash mumkin-da. Shuning uchun so'rab qo'yadi. Ha. Salomat bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan. Biz ko'rmay qolibmiz-da, rosa raqsga tushgan ekan. Onam endi ko'rsata olmayman, ko'rsatmang iltimos qilganlarim uchun ko'rsataveraymi? Endi siz mana boya oshxonada ovqatlanib o'tirganimizda siz rosa raqsga tushganingizni ko'rdim mana gap bo'lishini. Hech bizni bir ko'rgan odam kasal deb o'ylamaydi. To'g'rimi, ona? Biz kelgan paytimizda bu o'tgan ekanda ahvollari ancha og'ir edi-da. Mana bir hafta bo'ldiki, o'tirganlari yo'q. Qushni aytaman-da. Yo, o'zi uyda damogingiz kelib qolib bahona qilib keldingizmi baqa? Zo'rda bu ahvollari og'ir edi. Yura olmasdi. Bir qadam yursalar qon ketib qolib juda ham ahvoli og'ir edi. Bizlar qimirlatgan qo'y mana o'g'illari olib meni yordam berishdi. Lekin bular hozir qutuldilar, tushdi. O'sha onkologik narsalarni hammasini ko'zimizning oldida tushdi. Iloyim. Ko'rdik. Mana hozir qonlar ham to'xtadi, yaxshi. Endi o'sha tomirlar joylarini quritishga 5-6 kun yotyaptilar, ichida olyaptilar. O'zlarini his qilishlari yaxshi. Mana yaxshi yurib qoldilar. Allohga shukr. Iloyim. Ishqiliblar yo'llarni bizga ham bersin. Sizlar mana ko'zinglar bilan ko'ribsizlar, mana qanaqa holatda keluvdilar. O'sha-da, mana shu ona motivatsiya bo'lsin sizlarga, mana. ko'zimiz bilan ko'rib, hamisha Alloh Mana bir marta ximiya olganlar, bular ximiyadan o'tganlar, ximiyani ko'tara olmasa yotib qolganlar, keyin bu yoqqa olib kelishgan. Mana hozir ko'zimizni oldida bular jonlandilar deb. Iloyim. Bu yerda bolalarim topdi. Meni shu yerga yotqizishdi. Internetda ko'rishgan ekanmi? Ming roziman bolalarimdan. Iloyim. O'g'illarimdan ham, qizlarimdan ham. Allohim hammasi umrlaridan baraka topsin. Alloh. Siz rozichilik so'rashga hali erta. Siz hali 18 yoshlar qiz ekansiz. Hali bu yerdan chiqib Shunday davolatib olishdi onasini. Yo, albatta. Bu sizni yaxshi bergan tarbiyangizdan-da bu. qutuldilar. Tarbiyani yaxshi berilgandan-da, misol uchun biz ko'ramiz atrofimizda qanchasi ota-onasini tashlab qo'yganlar bor. Mana qarang. Farzandi bor. Meni shunday qilishdi ukajonim. Iloyim. Duo qiling shularni haqqiga. Bizni ham qo'shib. Ukajonim hammalaringiz umrlaringizga, rizqlaringizga, topgan tutganlaringizga baraka bersin. Ishlaringizga rivojini, barakasini bersin. Amin.
farzandlarim, men eshitdinglar. Musofirdagilarim, yonimdagilarim, mingdan ming roziman sizlardan. Meni shunday yaxshi qilib olganlaringga sizlarga mingdan ming rahmat aytaman bolalarim. Alloh rozi bo'lsin. Ilohim o'nib o'singlar, o'zlaringdan ko'paringlar. Bolalaring rohatlarini ko'ringlar. O'g'illarim, qizlarim, ikki dunyolaringni saodatli qilib aziz qilsin Allohim. Allohu akbar. Ilohim Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. Sizdan ham rozi bo'lsin. Ana hamshiralarimizdan ham, shifokorlarimizdan ham rozi bo'lsin. Shu olayotganinglar rost bo'lsin ilohim. Xudo xolasa hammanglar yuzlaringni to'sib qo'yaman, xavotir olmanglar. Ko'rinmaydi, faqat gapinglar eshitiladi xolos duolaringlar. Bo'l, xo'p bo'ladi. Rahmat, salomat bo'ling, o'zlaringga ehtiyot qiling. Odamni ko'rsatsangiz ham bo'laveradi. Yo'q, yuzlarni bekitamiz. Meni dunyo odamim. Bo'ldi, onajon.